Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun ba'zi bir gaplar sizga kuchli ta'sir qiladi? Lekin aynan nimaga unday ekanligini tushuntirib bera olmaysiz. Masalan, kimdir sizga asta-sekinlik bilan siz o'zingizni yaxshi his qilishni boshlaysiz deydi va ma'lum vaqt o'tgandan keyin siz haqiqatdan ham o'zingizni yaxshi his qilishni boshlaysiz. Bugun biz siz bilan NLP'da insonga ta'sir qilish mexanizmlaridan biri bo'lgan Milton model haqida gaplashamiz. Milton model bu noaniq til orqali insonga bilvosita ta'sir mexanizmi. Milton modelda inson umumiy gapiradi, noaniq va mafhum gaplarni gapiradi va shu mafhum gaplari, noaniq gaplar, umumiy gaplarni inson o'z tajribasi bilan to'ldiradi. Masalan, dostkamizga e'tibor beradigan bo'lsak, siz o'zingizni yaxshi his qilishingiz mumkin. Mana bu noaniq gap. Chunki bu yerda qachon yaxshi his qilishingizni yoki qayerda yaxshi his qilishingizni yoki nima sababdan siz o'zingizni yaxshi his qilishingizni aytmayapti. Shu sababli noaniq gaplar kuchli hisoblanadi. Ya'ni insonga bilvosita ta'sir o'tkazadi. Keling endi Milton model bilan yaqindan tanishamiz. Dostkamizga e'tibor beradigan bo'lsak, bir nechta Milton modellarini yozib qo'yganman. Hozir o'shalarga qisqacha ta'rif keltiramiz. Birinchisi bu truizm. Ya'ni bu nima degani? Truizm shunaqa gapki, insonga biror narsani aytganda inson ha, bu haqiqatdan ham to'g'ri degan qarorga keladi. Ya'ni agar biz truizm gaplarni gapiradigan bo'lsak, inson nima qiladi? Qarshiligi kamayadi insonni. O'sha gapimizga nisbatan qarshiligi kamayadi. Va ikkinchisi, bu men haqimda ekan degan his uyg'onadi insonda va insondagi tanqidiy fikrlashni pasaytiradi. Keling endi buni misolda ko'rib chiqamiz. Deyarli barchamiz yosh bola bo'lganmiz va o'ynashni yaxshi ko'ramiz. Mana bu truizmga misol. Bunda inson haqiqatdan ham ha, to'g'ri, chunki deyarli barchamiz yosh bola bo'lganmiz. Bunga inson qarshilik qila olmaydi bu gapga. Yoki ikkinchi gapimiz bilan tanishib chiqamiz. Bu ko'pincha savdo-sotiqda, marketingda ishlatiladi. Ko'pchilik insonlar pulini bekorga sarflashni xohlamaydi. Shuning uchun siz sifatli mahsulotni ko'ryapsiz. Mana bu marketing va savdo-sotiqda ishlatiladigan truizm gaplar. Ikkinchi Milton modelimiz bilan tanishib chiqamiz. Ikkinchi Milton modelimiz bu presupozitsiya. Ya'ni gap ichida yashirin taxmin. Misolda buni yaxshiroq tushunib olamiz. Birinchi misolimiz, siz menga nima bo'lishini aytib berishdan oldin o'tirib olmaysizmi? Men bu gapda siz baribir o'tirasiz degan yashirin taxminni ilgari suryapman. Ikkinchi misolimiz, meni tushunayotganingizni qachon sezdingiz? Bu yerda yashirin taxmin, ya'ni presupozitsiya, siz meni tushundingiz degani. Uchinchi Milton modelimiz bu tanlovsiz tanlov. Insonda tanlanayotgandek his bo'ladi, lekin aslida yo'nalish allaqachon beriladi. Tanlovsiz tanlovga bitta misol keltiramiz. Qaysi mashqni bajarasiz? Birinchisimi yoki ikkinchisimi? Bu yerda baribir mashqni bajarasiz degan ma'no yotibdi. Ana endi keling ikkinchi, ya'ni marketingda, savdo-sotiqda ishlatadigan bitta misol keltiramiz tanlovsiz tanlovga. Naqd pulda to'laysizmi yoki kartada to'laysizmi? Bu yerda baribir to'laysiz degan ma'no bor. Yana bitta misol keltiramiz. Azizim, dam olishga Gretsiyaga boramizmi yoki Italiyaga boramizmi? Mana bu ham tanlovsiz tanlov. Chunki biz nima qilyapmiz? Baribir dam olishga boramiz deb aytyapmiz. Keyingisi sabab va oqibat. Bitta hodisani ikkinchi hodisaga bog'lab qo'yamiz. Shu bo'lsa, natija shunaqa bo'ladi. Keling endi buni yaxshiroq tushunish uchun bitta misol bilan tanishib chiqamiz. Qanchalik ko'p stulda o'tirsangiz, shunchalik ko'proq tinchlanasiz. Mana bu sabab va oqibatga bitta misol. Yoki ikkinchi misolimiz, siz hozir shu zalda ekansiz, demak sizning daromadingiz 2 baravarga oshadi. Demak, sabab zaldaligi
oqibat nima? Daromad oshishi. Sabab va oqibatni mantiqan bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham sabab va oqibat qilib ko'rsatish mumkin. Keyingisi provokatsiya. Bu asosan ko'pincha qarshilik bildiradigan insonlarda qo'llaydigan bo'lsak yaxshi ishlaydi. Misol keltiramiz. Ochig'i siz hozir darhol tinchlanishingizga unchalik ishonmayman. Yoki ikkinchi misolimiz savdo sodiqda ko'p ishlatiladi. Bu mahsulot hammaga emas. Mana bu provokatsiyaga misol bo'la oladi. NLPning ko'p texnikalari agar insonlar o'rtasida raport bo'lsa, shunda ishlaydi. Biz ham agar Milton modelni kimgadir ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha inson bilan ongsiz ishonch, ya'ni raport hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin biz agar Milton model tilida gapiradigan bo'lsak, o'sha insonga biz bilvosita ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Milton modeli tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni Milton Erikson insonni gipnozga olib kirayotgan vaqtida aynan shunaqa noaniq so'zlarni ishlatgan. Ya'ni ko'pincha truizmlar ishlatgan, sabab va oqibat yoki provokatsiyadan foydalangan. Mana bu qisqacha tarixi. Biz agar Milton modelni yaxshi chuqur o'rganadigan bo'lsak, muloqot qilishimizda, boshqa bir insonlarga qanaqadir ma'lumot yetkazishimiz va ularga hattoki ta'sir qilishimiz ham osonroq bo'ladi. Chunki Milton model boya yuqorida aytib o'tdik, bu insonga bevosita ta'sir emas, ya'ni bilvosita ta'sir. Video agar foydali bo'lsa, like qo'ying, kommentga o'z fikrlaringizni yozing va kanalimizga obuna bo'ling. Ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr.